Assalomu alaykum, Angrendan gapiramiz loyihamiz kuzatuvchilari. Sabina opa bilan dildan suhbat quramiz. Assalomu alaykum Sabina opa. Va alaykum assalom. Taklif qilganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Sizga ham taklifimizga yo'l demasdan tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Sabina opa, endi siz bilan suhbat boshlasak, tadbirkorlikka qiziqishingiz qachon va qanday boshlangan? Tadbirkorlikka qiziqish yoshlikdan bo'lgan. Lekin bu sohaga, bog'cha sohasiga kirishga 2021-yildan kirganmiz. Bu sohaga qiziqqanman. O'zim onam tarbiyachi bo'lganligi uchun yoshligimda o'zim ham ishlaganman bog'chada. Onam bilan qo'shilib shu sohaga yoshligimdan ham qiziqqanman, lekin shu onamdan o'tgan deb o'ylayman bu qiziqish. Keyin 2020-yillarda xususiy bog'cha ochish yo'nalishini prezidentimiz yo'lga qo'ygan. Biz 2021-yilda may oylarida Uch Bahodir nomli bog'chamiz ochganmiz. Toshkentda joylashgan. Keyin shu yo'nalishga kirganimizdan keyin o'zim o'sha astoydil qiziqdim shu yo'nalishga, shu bog'cha bolalariga qiziqdim. Keyin 2021-yilda yana shahardagi Samani ko'chada Ilk qadam degan nomli bog'cha yana bitta ochdik. Harakat qildik ochishga. Va shu kunga kelib 4 ta bog'chani yuritib kelyapmiz. Hozirda sizda 4 ta xususiy bog'changiz bor. 4 ta xususiy bog'chamiz bor. Tadbirkorlik qilishdan oldin nima ish qilgansiz? Tadbirkorlik qilishdan oldin 2008-yillarda o'zi soham buxgalteriyada, buxgalter auditor bo'lib bitirganman. 3 yil o'qiganman. Buni buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha ishga ham kirganman. Birinchi ishlagan joyim Angrenstone stomatologiyada buxgalteriya sohasini olganman. Buxgalteriya ishini yuritganman. Orada bog'cha ochmasligimizdan oldin bir 10 tacha firma bilan buxgalter ishini qilganman, buxgalteriya. Shu soha bilan ishlab kelganman. Hozir kunda ham demak, tadbirkorlikdan tashqari buxgalteriya bilan ishlaysiz, ishini firmalarni yuritaman. Ishda raqobat bo'lsa o'sish bo'ladimi yoki raqobat bo'lsa albatta o'sish bo'ladi. Qancha yon atrofingizdagi bog'chalar bilan raqobat qilsangiz, shuncha yanada rivojlanasiz, yanada bog'chaga qiziqishingiz yanada ortadi. Tarbiyachilar bilan o'ziga yarasha ishlaysiz. Ota-ona bilan, bolalar bilan shug'ullanasiz. Iflar bilan ishlash kerak. Tarbiyachi o'ziga puxta bilish kerak o'zining sohasini. Tarbiyachilikda adashmash kerak. Tarbiyachi olishda ishda adashmash kerak. Siz bog'changiz boshqa bog'chalardan qanday farq qilib ajralib turadi? Sharoitiga, to'g'ri o'qituvchilariga, o'sha tarbiyachiga bog'liq. Masalan, rivojlanish kerakda. Hozirgi bolalarga ko'proq bilim berish kerak, ko'p tarbiya yaxshilab berish kerak. Ota-ona shundan qoniqadi ish faoliyatimizga. Men o'zim Toshkentda yashaganim uchun bilamanki, sizni bog'changiz Toshkentdagi bog'chalarda oldida nomer 1 desa ham bo'ladi. Endi bu bilan boshqa bog'chalar yomon demoqchi emasman. Prosta yaxshi bog'chada, chunki bolalar o'chirda turadi. To'g'rimi? Navbatma-navbat turadi. Navbatma-navbat qabul qilasiz. Bunga erishish qiyin bo'lmadimi? Albatta har bir ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Oson deya olmayman. Bu mashaqqati ancha, sabr kerak bo'ldi. Oilangizda tadbirkorlar bo'lganmi? Oilamda tadbirkorlar bor. Birinchi avvalambor o'zingizni qizlik oilangizdami yoki yo'q, xo'jayinim tomonidan tadbirkor oila. Birinchi qaynonam tadbirkor bo'lgan. Hozir ham tadbirkor. Qaynakam tadbirkor. Xo'jayinim o'sha sohada ishlagan tadbirkorlik. Shu qaynonamga havas qilib, qaynonam yo'lini bersin deb biz ham shu tadbirkorlik yo'nalishiga kirganmiz. Albatta qaynonamni taklifkasi bilan shu darajaga yetdik. Qiyin bo'lmaydimi? Ham tadbirkor ayol, ham mehribon ona, ham mehribon ayol, sevimli rafiqa, sevimli kelin, sevimli farzand. Hammasini bir barakayiga
eplayapman deb o'ylaysizmi bir so'z bilan aytganda? Harakat qilaman. Avvalambor ayol kishi hamma narsaga tayyor bo'lishi kerak. Birinchi navbatda oila, xo'jayinni o'z vaqtida, farzandlarga o'z vaqtida, qaynona qaynotaga xizmatda, hamma narsaga harakat qilish o'zingizga bog'liqda. Qancha yaxshi harakat qilsangiz, chaqqon bo'lsangiz, hamma narsaga erishsa bo'ladi. Avvalambor odamni o'zida bo'lishi kerak, harakatchan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ota-onangiz uchun qanday farzandman deb o'ylaysiz? Ota-onam uchun kim biladi, ideal deb o'ylaydimi? Ideal. Yaxshi farzand deb o'ylaydi meni. Boshqa farzandlardan ajralib turadigan jihatingiz bormi? Harakatchanman, tirishqoqman, o'zini Yo'lini topib ketgan. yo'lini topib ketadigan qiz deb o'ylaydi ota-ona. O'zingizni qanday farzand deb o'ylaysiz? O'sha ularga loyiq farzand bo'loldim deb o'ylaysizmi? Farzand bo'loldim deb o'ylayman. Chunki tadbirkorlikni ham, oilani ham bir vaqtda ushlab harakat qilyapman. Bir so'z bilan aytganda, demak, ularga rahmat keltiradigan Farzand bo'ldim deb o'ylayman. kelin sifatida-chi? Kelin sifatida ham endi qaynonam biladi deydi. Ularni ham uddalashga harakat qilyapman. Hozirgi kungacha ham harakatdaman. Nechta farzandingiz bor? 3 ta farzandim bor, 2 qizim, 1 o'g'lim bor. Kelajakda farzandlaringiz sizni yo'nalishingizdan ketishiga qanday qaraysiz? Endi farzandlarimiz o'ziga qo'yib beramiz. Qanaqa sohasini tanlashini, chunki qiziqishi bor. Ular ko'proq doktorlikka qiziqadi. Kimdir qizim pediatr bo'lgim keladi deydi, o'g'lim yurist bo'lgim keladi deydi. Kichkina qizim tish doktori bo'laman deydi. Chunki ular meni yo'nalishimni tanlamadi, buxgalteriyani ham tanlamadi, bog'cha bo'yicha ham tanlamadi, lekin qiziqish ko'proq doktorlikka qiziqadi. Doktorlikka, lekin doktor yo'q. Yo'q. Doktorlikda anaqamiz deydi. Bu qiziqishlariga dadasi qanday qaraydi? Juda xursand bo'lyapti. Hurmat bilan qarayapti. Xudo xolasa o'zlaringni ro'yobga chiqaramiz degan maqsadi bor. Agar imkon berilsa, umringizni qaysi davrda yana qayta yashagan bo'lardingiz? U davrni qaytarib bo'lmaydi. Bolalik davrini albatta. Bolalik davriga qaytib qolsaylik deymiz. Bolalik davrida Imkoni yo'q. 10 yil oldingiz Sabinaga nima degan bo'lardingiz? Sabinaga olg'a Sabina, faqat oldinga yur derdim. Seni kelajak Seni kelajak kutyapti deb aytardim. O'zingizdan to'laqonli qoniqasizmi qilayotgan ishlaringizdan? Albatta qoniqaman, chunki hamma harakatni birdamlikda olib ketyapman deb o'ylayman. Hech o'ylagansizmi shunaqa tadbirkor, to'rtta bog'chasi bor, biznesmen ayol bo'laman deb? Yo'q, uni o'ylamaganman. Albatta bu yo'nalishga kirishga aytaman, qaynonam, xo'jayinim bilan shu darajaga yetdik. Xo'jayinizlar yoki qaynona qaynotangizlar tarafidan именно bog'cha yo'nalishida tadbirkor bo'lmagan? Yo'q, bo'lmagan. Faqat ota-onangiz Onam tarbiyachi bo'lib ishlaganlar, bog'chada qiziqishi bo'lgan yoshlikdan. Hozirgi kunda o'sha o'zimni soham buxgalteriya deyapman, lekin hozirgi kunda kelib Angrenimizda, texnikumimizda maktabgacha ta'limni ham o'qiyapman. Yana o'zingiz ustingizda demak ishlayapsiz, to'xtab qolganingiz yo'q. Shu sohada demak ishlayapmanmi? Men shu sohani yana chuqurroq bilishim uchun o'sha Angren texnikumga o'qishga kirganman. Xudo xolasa mana 2-kursga o'qiyapman. Xususiy bog'chalaringizdan tashqari, yana buxgalteriyadan tashqari yana qanaqadir biznesingiz bormi? Bor. 2025-yil may oyida bog'chadan tashqari o'zimiz Toshkentda Ice Cream degan nomli quyma marojnani ochganmiz. O'tiradigan kafechamiz bor. Odamlarga manzur keldi. Bu yil ishlatdik yozda, mavsumda ayrim go'ja, quyma marojnalar bilan shu sohaga kirdim.
uni ham harakat qilmoqchimiz kengaytirishga. Demak, hozir oldingizga qo'ygan maqsadingiz shuni Barishni sohasini kengaytirish, butun Angrenga tarqatish. Sabina opa, hozir o'zingiz tengqur ayollar o'z yo'lini topolmayotgan yoki men tengqur ayollar nimadan ish boshlashni bilmayotgan ayollarga nima degan bo'larsiz? Faqat harakat qilish kerak, o'z ustida ishlash kerak, qiziqish kerak o'sha sohaga. Masalan, men o'z bog'cha sohamga qiziqqanday qiziqish, harakat, sabr kerak. Mana hozirgi kunda har xil tomonlama prezidentimiz tomonidan kreditlar ajratilyapti. Yosh tadbirkorlarga, yosh oilalarga imkoniyatlar berilgan. Imkoniyatlar bor. Sabina opa, yaqinlaringizga, ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga, farzandlaringizga tilso'zlaringiz bo'lsa, avvalambor o'zim yaqinlarimga, shu darajaga kelganimizga, oilamizga, qaynona qaynotamga avvalambor rahmat deyman. Xo'jayinimga, o'zim ota-onalarimga duoda bo'lganlari uchun hammasiga rahmat deb qolaman. Chunki ularning duosiz biz hech bola qila olmaymiz. Shularning duolari bilan biz shu darajaga yetyapmiz, shu barakali bo'lyapti. Shularga rahmat deb qolaman. Sabina opa, mana bu gullar sizga. Mana shunday chiroyli gullarni bizga hadya qilgani uchun Navro'zaxon gul do'koni hamda Elif Fast Food jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga ham kattakon rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Navro'zaxon gul do'koniga ham rahmat deyman. Elif Fast Foodga ham kattakon rahmat. Hammalaringizga sog' bo'linglar.